Javohir aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ortopedический kasalliklardan biri bo'lgan X-abraziya haqida ma'lumot bera olasizmi? Assalomu alaykum. Bolalarimizda X-abraziya valgus deformatsiyasi 1,5-2 yoshdan keyin bilinadi. Bunga 5 ta sababni aytaman. Hop, birinchisi nasldan bo'lishi mumkin, ikkinchisi raxit, vitamin D yetishmasligidan ham bo'lishi mumkin. Bu eng ko'p uchraydigan sabab. Uchinchisi gipotonus, ya'ni bolani muskuli, sustavlari sodda qilib aytganda oyog'ini to'pig'i bo'lishi mumkin. To'rtinchisi plaskostopiya, ya'ni yassi oyoqli. Beshinchisi bolani voqli yurg'izish. Hop, bolalarimizda X-abraziya belgilari. Buni uy sharoitida ko'rsanglar ham bo'ladi. Hop, bolani tizzalari bir-biriga tegib turadi yoki juda yaqin bo'ladi. Yurayotganda oyoqlarini ichkariga bosib yuradi, ichkariga egilib ketadi oyog'i. Buni asoratida bola tez charchaydi, oyoqlarida og'riq paydo bo'ladi. Javohir aka, foydali ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, xursandman.